Ya'ni hayotingizni osonlashtiring. Har doim o'qiyman. U qanaqa bilim bo'lishidan qat'iy nazar. Reelslar olish, postlar qo'yish mazaga o'xshaydi. U judayam mayda ishi ko'p. Dastavkasi, har bittasiga savoliga javob berish, u bu energiyangiz ketadi. Undan yana 30 tasi sizdan norozi bo'ladi, 70 tasi qoladi. Shundan keyin shuni miyamga urdi. To'g'ri, men biznesda emas ekanman dedim. Men просто o'zim madh qilib yurgan ekanman. Assalomu alaykum. Bugun razborimda Nodira Rasulova детский yosh bolalarning kiyim biznesida. Nodira, kursdan avvalgi holatingiz va kursdan keyingi hozirgi biznesingizdagi holatingizni aytsangiz va kelgusidagi maqsadlaringiz qanaqa? Maqsadlaringizga biz Xudo xolasa bugun strategiya va eng oson yo'llarini o'rganib chiqamiz. Kursdan oldin shu Instagramda sotardim. Ulgurmasdim, chunki hamisha o'zim qilardim. Yordamchilarim bo'lgani bilan bichish, tikish, reels olish, fotosessiya hammasiga shunaqa bo'lardi. Vaqt topa olmasam, undan xursand bo'lardim. Voy, bekor o'tirgandan ko'ra vaqtim, demak, ishim zo'r ketyapti, men ulgurmayapman, yaxshi-ku bu dedim-da. Keyin bir kun sizni Telegramdagi tekin darslaringiz voice chatlarni eshitganimda siz aytdingiz, agarda biron bir biznes siz to'xtab qoladigan bo'lsa, bu biznes emas, bu o'zingiz band qilish deb aytdingiz. Shundan keyin shuni miyamga urdi. To'g'ri, men biznesda emas ekanman dedim. Men просто o'zim madh qilib yurgan ekanman dedim. Agar bir kun ishga chiqmasam, ish to'xtaydi, hech narsa bo'lmaydi. Ana o'shandan keyin sразу объявление berdim. Ishchi oldim, bichuvchi, tikuvchi oldim. Faqat hali admin olganim yo'q, chunki o'zim hali 1 yil bo'lmadi Instagram sotishni boshlaganimga. Hozir o'zim mijozlarni o'rganish jarayonidaman. Instagram emas, umuman internet magazinda birinchi savdo qilishim emas, bundan 7 yil oldin ham sotganman. Lekin u paytdagi klientlar bilan hozirgi klientlarni umuman osmon bilan yercha farq bor. Unda nima qo'ysangiz ham sotilaverardi. Endi hozir ko'pchilik aldangandan keyin oldin ishonib, ko'rib, tekshirib, keyin olishadi. Shuning uchun hozir hamma mijozlarni o'rganish jarayonida bo'lganim uchun hali admin olmadim. O'zim adminman, lekin boshqa ishlarni sekin-sekin ishlarga yuklayapman. Sizda xayrli juma marafonida o'sha darsingizni ko'rganim o'zida yo'q, men kursni sotib olaman dedim. Bundan 1,5 yil oldin sold out'ni taqdimotini ko'rganimda, webinar ko'rganimda sotib olgim kelgan, lekin aniq bir yo'nalishim yo'q edi. Chunki men faqat optim yo'nalishda edim, davomida sotmasdim. Kurs hozir vaqtim bekor ketmasmikin? Baribir men optimdaman-ku, bu ko'proq aynan Instagramda sotish uchun, men davomli sotish uchun, brend qilish uchun bu deb ikkilanganman. Lekin aynan shu ishni boshlaganimdan keyin niyat qilib qo'ydim. Albatta o'qiyman, shu kurs ochilishini kutib ikkinchi potok ochilgandan keyin sразу yil oxiridagi eng zo'r qarorim shu bo'ldi. iPhone olishim kerak edi o'zi. iPhone olmadim. iPhone pulini kursga tikdim. Men olaman, iPhone nechtasini olishim mumkin. Ishonaman bunga. Kursga berdim bu pulni. Hech ham hali mana dars hali oxiriga yetmadi, lekin hech ham avslanayotganim yo'q. Eng katta olgan insightim shu bo'ldiki, mana forumlarga bordik. Bundan buyon o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Har doim o'qiyman. U qanaqa bilim bo'lishidan qat'iy nazar, xoh u dunyoviy bo'lsin, yo diniy bo'lsin, yoki ishimga taalluqli yoki taalluqsiz bo'lsin, bo'ldi, faqat o'qiyman. Kurs sotib olaman, bekor o'tirmayman. Ishlayotgan paytim, chunki hozir ham o'qish deyarli onlayn. Yonimga dars qo'yib qo'yaman, o'qiyman, faqat o'qiyman dedim. Chunki biror bir narsani olib ustiga kimyo qo'yib sota olsangiz bo'ldi, bu siz biznesmen deganingiz emas. Bu kuchli biznesmen bo'lish uchun albatta o'qish kerak ekan, bilim kerak ekan. Shunchaki olib sotish bu biznes emas ekan, albatta bilim kerak ekan. Shu narsaga ma'min bo'ldim. Keyin nimaga ham aynan o'qishga o'qidim. Targetni yoqsam, yaxshi sotuv bo'lyapti. Target yoqsam, lekin Instagramni rivojlantira olmadim. Nima kontent qo'yishni, storyda nima qo'yishni, bularni nima qilish ideya kelmadi, nima qilishni bilmadim-da. Meni yo'nalishimda детский kiyim, chaqaloq kiyimlari sotadigan do'konlar bor, lekin ko'pi offline do'konlar. Keyin ular mendagi o'zi tikib, o'zi dizayn qilib chiqaradigan yo'q. Men shuning uchun ham menda klientlarim juda ham ko'p menga aytishardi, o'zi olganman детский kiyim, hamma narsa oldim, lekin menga sizniki yoqdi, men sizni chiroyli ekan, men bunaqa printlar ko'rmaganman deyishgandan keyin sotib lekin bilardim, agar men hozir o'zim ustimda ishlamasam, bilim olmasam, Instagramni rivojlantirmasam, ertaga xuddi menga o'xshab shunaqa kiyim chiqaradigan keladi-da, lekin u strategiya bilan sotish boshlaydi. Instagram yurg'izadi, o'zini sizda ishlaydi.
sekin уже men orqada qolib ketishni boshlayman. Shuning uchun yo'q. Men boshidan poydevor mustahkamlab ishni endi boshladimmi, shuni bilimim bilan ishlashni boshlayman deb shu kursni sotib oldim. Keyingi maqsadlarim Xudo xolasa. Hozir muammo biznes. Hozir meni o'zimda muammo kontentga ideya yo'q, ana bunisiga. Yo'q, o'zi optim sotayotganingizda yaxshi pul qilyaptimi yo bittalab Instagramda qo'yib yaxshi sotyapsizmi? Ikkalasida ham yaxshi sotaman. Masalan, mana optimumga alohida vaqt ajratishim shart emas. Chunki anchadan beri shug'ullanayotganim uchun tikuvchilarim, bichuvchilarim, hamma upakovkachilarim hammasi o'zini ishligini bilishadi. Meni ishim faqatgina material tanlayman o'zim. Bu narsani birovga ishona olmayman. Material tanlayman, material olaman, hisob-kitob qilaman, bo'ldi. Уже vodiydan keladi asosan material. Shundoq material to'g'ri, уже u ham biladi, shofyor ham biladi. Aynan qayerga bor deb so'ramaydi, qayerga borishni biladi, tushirib ketadi, puli tushadi, shu Qaysi puli barakali, qayerda kattaroq pul bor? Optim hozircha. Nimaga optimni ko'proq sotishga harakat qilmayapmiz? Bilmayman, Instagramda ham savdo qilgim kelyapti. Shunisini Instagramni savdo qilish, reelslar olish, postlar qo'yish mazaga o'xshaydi. Lekin ko'pchilik katta pulidan voz kechaveradi-da. Bilasizmi nimaga? Qarang, baribir hamma o'zini qilayotgan ishidan dam olish kerak. Men optimda shunaqa tovarlar chiqarganman, lekin optimda u tovarni ko'p sota olmaganman. Chunki baribir ozgina vaqt ko'p ketadi, u narxi oshib ketadi vaqt ketgandan. Yo'q, masalan, optim bilan ishlasangiz, B2B bilan ishlaysiz. B2B bilan ishlash bu $1000, $2000 sharaqqa tushadi. B2C ishlash bu biznes, siz biznesni siz klientga berasiz, B2 customer degan. U juda ham mayda ishi ko'p, dastavkasi, har bittasiga savoliga javob berish, u bu. Agarda menda optimda yaxshi ketayotgan bo'lsa, men optimga sotish insonlarni ko'paytirgan bo'lardim. Ha, Instagramda zo'r yurg'izib, zo'r reelslar qo'yib, faqat optimchilarga ahamiyat bergan bo'lardim. Optimchilarga ahamiyat berganimda kimki detskiy kiyim sotayotgan bo'lsa, viloyatlardan o'shalarning Instagramiga, Telegramga chiqib, o'zim taklif bilan chiqqan bo'lar edim. Bitta oddiy klientga bolasi tez katta bo'ladi, 1 oylik, 2 oylik bo'ladi. Uni bir marta kiyg'izadi. Lekin hozir 2 yoshgacha yo'q, men 2 yoshgacha ham bo'lsa ham siz gaplaringizni qaytalardan gapirayotganingiz yo'q narsaga o'zingizni ishontirgisiz kelayotgani narsa sezildi. Shu hali siz qayerga ketayotganingizni bilmaysiz, siz o'qish kerakligini bilasiz xolos. Men shuni bilaman, agarda birortasi optimga ishlayotgan bo'lsa, optimga ishlash boshqa biznes model, birma-bir sotish boshqa biznes model. Optimga ishlashda baraka bor, birma-bir klientlar bilan ishlash, voy, men boshqachadan deganidim, uyingizga atmen qilmoqchiman. Voy, rasmdagi kelmas ekan. Voy, uyga 2 xilini berib yuboring, birortasi yoqsa olaman. Bir marta yuvib kiydirib, yoqmadi, yuvib berib yubordim. Ya'niki yaxshi ko'raman men klientlarni. Shuning uchun menda sotuv otdeli bor, kuratorlar bor. Birma-bir ishlamayman, ular bilan o'tirib bitta optimga darsini yozib beraman men. Keyin o'tirib lukslariga kelib ko'p to'laganlar, unda razbor qilib beraman. Ya'ni hayotingizni osonlashtiring. Hozirgi pulingizni 10 barobar x10 qilishlik uchun men bo'lganimda detskiy butun viloyatlarda detskiy magazinlarni gaplashib, optimda bozorda detskiyni qayerdan olib ketishligini gaplashib, men qo'limga yaxlit pochka tushish kerak. Men mehmon ekam, yosh bolalar mehmon ekamni o'ynab, reels olib, post olib qo'ying uni. Reels olib, post olishdan ham ko'proq detskiy magazin sotadiganlar uchun. Ya'ni siz hozir konkurent deb o'ylayotgan insonlaringiz siz klientlaringiz bo'lsin. Tushunyapsizmi? Tushunyapsizmi? Biz biznesni faqat pul topish uchun qilamiz-da deb. Voy, hozir reelslar olib maza qilyapman deganingiz bilan birma-bir klientlar bilan gaplashib maza qilyapman degan u kerak edi, u tajriba. Hozirgi kungacha qilgan klientlarga birma-bir ishlash tajriba kerak edi. Ertaga optaviklarga nima kerakligini bilib oldingiz. Optaviklar sotuvga qanchalik qiynalayotganini bilib oldingiz, nima kerakligini bilib oldingiz. Lekin oldin optimda ishlagan bo'lsangiz, o'zingizni qiynamang, birma-bir ishlab. Odamlar optimni siz 10 ta, minimum 10 ta, 20 talab sotadigan bo'lsangiz, men klientlarga birma-bir sotgungacha ularni direktga javob berguningizgacha boshingiz qachib ketadi. O'sha vaqtingizni, o'sha energiyangizni o'zingizga optaviklardan optim sotib oladiganlarga bag'ishlang. Rozinishni birma-bir sotadigan bo'lsangiz, 100 ta odamga yoqishingiz kerak-da.
100 odam tilini topguningizgacha energiyangiz ketadi. Undan yana 30 tasi sizdan norozi bo'ladi, 70 tasi qoladi. Undan ko'ra normal optavik bilan kelishib, yaxshi narxga kelishib, hozirgi Instagramingiz yomon ish qildingiz demayman, u zo'r qildingiz. Ertaga optaviklarga Instagramingiz ko'rsa siz bilan ishlaydi. Bir klientlar bilan ishlash qanaqa qiyinligini bilib oldingiz. Reelslar tayyor yasab sizdan optim olayotganiga yubordiring. Ya'ni mendan kiyim olsangiz, menga tayyor reels bo'ladi, menda tayyor fotosessiya bo'ladi, tayyor bor. Xuddi O'zbekistonga chiqqanga o'xshamaydi deydi. Iltimos, barakali pulga ishlang. Chunki birga bir ishlash qanaqa qiyinligini bilaman. Men sportivka sotib ko'rmoqchi bo'ldim. Sportivkani ustiga 3 barobar qo'ydim. Normalniy pul tushdi, lekin odamlarning $100 olgunimgacha ham men primerka mumkin, mayda ish. Juda mayda ish. Agarda optimda ishlamagan bo'lganingizda, endi sabr bilan qilasiz dedim. Optimda ishlagan ekansiz-ku, butun hamma energiyangizni, nimangizni optimga bering. Chunki bittada 10 ta sotgan mazza, bittada 1,5 ta sotgandan ko'ra. Hozir ayniqsa dekretdagi mamalarning hammasini gormoni ketgan bo'ladi. Gormoni vobshim ketgan bo'ladi. Yo'q, o'zi sarurang, men sizga rozvoy aytdim deb turishadi. Keyin uni topasiz, перепискадан sarurang degani deyman deb. to'ppa o'rtasiga dastavka qilib kelyapman. Qaytarib beraverdim? Yo'q, qaytarmadi. Просто ko'chaga tusha olmayman, karta ishlatmayman, payetga tusha olmayman. O'sha muomalangizni, o'sha strategiyangizni biznesdagi odamlar bilan qiling. Biznesdagi opalarchi mard bo'ladi. $500 ol, 10 ta tovarimni yubor, malades, mana shuni puling tushadi, zo'r xayr. Voy, uyda o'tirgan ayollar nima xohlayotganini bilmaydi. Erini miyasini yeydi, uni miyasini yeydi. Sizni miyangiz kimni miyasini yesamikin deb o'tirishadi. Alami kimda olsamikin? Dekretda men gormonlarim patchog'i chiqqan, hozir bitasiga hamma aybni yuklayman. Qaynonamdan chiqazmagan alamimni o'shandan chiqazaman deb turadi-da. Dekretdagi yangi tuqqan gormon o'ynayotgan ayoldan ko'ra biznes lady bilan kelishish maza. Biznesni mana senga chiqazdim, uni pulini tushirib yubor, qachon pulimni tushirasan, men bunday qilib ber. Bo'ldi. Hozir o'ynayotgan mehmon akamizni yoshligingizda o'ylamagan. Nima katta qizmisiz oilada? Mehmon akam o'ynamagansiz, kukla kam o'ynaganmisiz? Normalniy o'ynaganmisiz? Birinchi sotgan narsam qo'g'irchoq kiyimi bo'lgan. Fabrika qo'yib qo'g'irchoq kiyim tikib sotganman sinfdoshlarimga. Birinchi pul topishim o'shandan bo'lgan. 4-sinfgacha qo'g'irchoq o'ynagan. Shuning uchun o'sha hozir yana o'ynamoqchisiz, o'sha qo'g'irchog'ingiz yetmabdi o'sha. Men bu qo'g'irchoq o'ynashlarni yig'ishtirib, qo'g'irchoq o'ynaganini sizga pul olib kelsin. Haligacha qo'g'irchoq o'ynagingiz kelar ekan. Hali ham sog'inar ekansiz-da. O'sha qo'g'irchoq o'ynashingizni optim optaviklarga ko'proq ham bering. Men sizga eng katta maslahatim, hozir reels olayotganingizdan mazza qilayotgan bo'lsangiz, oling, optaviklarga yuborish uchun, optaviklarga ko'p sotishlik uchun. Men bu gormon o'ynayotgan damahazaykalarga baraka kirmaydi. Dastavkangiz necha pul, u necha marta fikrini o'zgartiradi, u necha marta o'zgartirib berdi, rangini o'zgartiradi. Qarib ketasiz. Buni qo'shib bor deyish. Qarib ketasiz. Hammani bir kunda 12 soati bor. 12 soatdan maksimum 4 soatingizni ishga sarflang. Kosmetologingizga boring, bolaga, fitnessga, o'zingizga, ovqatingizga, uyingizga bag'ishlang. Baraka kiradi. Optimda baraka bor. Optimda baraka bor. Men agarda boshqa normal ayollar, erkaklarning biznesi bo'lgan, kiyimi bo'lganda ham xo'p derdim. Bu bitta novorождённый gormon o'ynayotgan ayolniki. Men tuqqanimdan keyin 1 yil o'zimga kela olmaydi kirishim. Chunki gormonim o'ynayotgan bo'ladi. Kimni alamini olishni bilmay yuraman. Yo'q, hamma ayol, chunki o'zimda bo'lganligi uchun bilaman men. Hozir Qozog'istonga eksport qilishni boshladik. Mana shunaqa gap ko'proq gapiring. Qozog'istonga chiqarishni boshladim. Endi klient o'zi xudo xohlasa kelyapti, 2-3 kundan keyin yana ko'proq, ya'ni assortiment hozir faqat bitta narsa chiqazyapman. Hozir ko'proq assortimentni ko'paytiramiz. Hamma narsani olaman. Men nima qilgan bo'lardim? Optim Instagramda profilim tepasiga optim deb yozgan bo'lardim. Optim sotaman deb. Hamma mendagi yosh bolalarning kiyimini sotadigan magazinlarga, narsalarga like. Direktga menda optim mahsulotlar bor deb kuniga 10 ta magazinlarga yozib chiqib, mazza qilib kuniga 10 ta, 20 ta optovchilar bilan ishlab o'tirgan bo'lardim. Men bir so'rashadi, hamma yo'q so'rashadi, kartangiz tashlasangiz pul to'lashmaydi. To'g'rimi? Ko'plari shunaqa. Lekin vaqtingiz, umringiz isrof bo'ldi direktga javob berib. To'g'ri. Men hozir mana bizani
trikotaj mahsulotlarini juda ham yaxshi ko'rishadi. Ayniqsa O'rta Osiyoda, SNGda juda ham yaxshi ko'rishadi. Mana Qozog'istondan klient topdim. Bu klientni 1 yil oldin topgan edim. Hech kelisha olmayotgandik. Bitta eng zo'r assortimentda optim chiqargan chiroyli hech kim mana rad qilib bo'lmaydigan rasvetkani ko'rsatsam, birinchi o'shani sotib oldi, bo'ldi, ishlayman san bilan dedi. Endi u qiz bo'ldi. Qozog'istonga bitta bas nima deydi, o'rtakash yetadi bitta odam, u o'zi tarqatadi. Chunki men Qozog'istonga borib o'tib har bitta do'konga yetkazib berishim qiyiroq. Endi men boshqa anaqalarga ham qilmoqchiman. Sizni yo'nalishingiz optim. Sizni yo'nalishingiz optim, ja bo'lsa uzum. Uzumni tushunadigan bitta qizni oling, uzumda maza qilib soting. Uzum o'ta avtomatlashib. Men bu direktga bitta yozib o'tirish, Telegramga bitta yozib o'tirish ne nada. Chunki sizni tajribangiz bor optimda ishlagan. Qayerda tajribangiz bor bo'lsa, o'sha yerga hamma berasiz. Tushuntiradimmi? Mana birma-bir ishlashni to'xtatingiz. Undan ko'ra birma-bir klientga yig'ishga ishlatayotgan energiya va marketingingizni optavik klientlaringizni ko'paytiring. O'zingizga maqsad qo'ying, har oy optim chiqazadigan klientlaringiz 4 taga oshsin. Mazza qiling, u asabni yeydigan yo'nalish. Telegramda yoki direktda javob berib o'tirish. Endi boshlayotgan bo'lsa, boshqa tajribasi yo'q bo'lsa normal. Mazza qilib aptaviklarga tetik bo'lib biznesni mana bunaqa yurg'isiz. Bu marketing darsi sizga yordam beradi. Chunki aptaviklar bilan gaplashayotganingizda professional termin bilan gaplashasiz. Reels qo'yapsiz, uni qo'yapsiz, buni sotuvim tushib ketdi degan mana bunaqa qiling deb maslahat bersangiz bo'ladi ularga. Uzum agarda arzon bo'lsa mahsulotingiz, uzumni soting paqqalatib. Bir uzum tushunadigan odam toping, admin. Katta pul saning, pochka saning. Men 90 ming tushdimi, 50 ming tushdimi, 20 ming tushdimi, ana 5 mingni qaytarib berishim kerak. Hozir klikda 5 mingni qaytarib bering. Не надо такое. Серьезный o'yin o'ynang. Tushundingizmi? Bir roznitsani yo'qotasiz. O'ynab bo'ldingiz. U sizga kerak edi, u tajriba, o'zingizni partnyorlaringiz tushungan. U tajriba kerak edi sizga. Endi xuddi shu strategiyani, sotuv strategiyasini aptaviklarga qilasiz. Har oy optim tarqatadigan klientlaringiz 4 ta 5 taga ko'payishi kerak. O'zingizga shunaqa target qo'yasiz. O'zi hayolingizdagi summalar katta summa bo'lsin, katta shartnomalar bo'lsin. Chunki siz bunga necha yil tajribangiz tayyorsiz siz. Targetda aynan optim uchun yoqsa bo'ladimi? Targetda bo'ladi. Hech anaqa targetda men o'qidim, hech aynan shuni topolmadim. Bo'ladimi aynan optim bizneslar deskiga qiziqganlarga yoqsa bo'ladi. Bo'ladi. Yoki reklamani optim детская одежда deysiz. Optim deb reklama yoqasiz. Siz oddiylar ko'rishmasin, optim degan so'zga klik bosishsin. Har bitta hozir o'zingizni sotib o'tirgan Instagramdagi desk sotadiganlarga yozib chiqasiz direktga. Menda mana bunaqa kiyimlar bor. Kerak bo'lsa mana bunaqa narxda, mana bunaqa dastavkasi, mana bunaqa 10 ta 5 ta hamma arzon desk sotayotganlarga direktga yozib chiqasiz hammasiga. Siz vaqtingizni optim sotishga, yaxshi partnyorlar topishga sarflang. Men birma-bir kichkina o'yin qilmang. Hech qachon kichkina o'yin o'ynamang. Tushundingizmi? Uyquga to'ying, asabingizga ehtiyot qiling, kosmetologga boring, davolaning. Bitta optimga chiqazganingizdan keyin 10 ming, 20 ming, 30 ming chiqsa, pulingiz qolgandan so'ng tarqatib borib 5-6 ming oshib borib Dubaydan olib keling. Qarvonmiz, vaqt oz qolyapti. Uni o'zimizga sarflashimiz kerak. Bittalab direktda 30 ming, 20 mingga pul talashib o'tiradigan vaqt emas. Buncha o'qimayapsiz meni kursimda. No, bu tajriba kerak edi. Endi o'zingizga maqsad qo'ying, har kuni, har oy men optimga chiqazadigan klientlarim soni oshadi. Hozirgi Instagramingizni yurg'izing, zo'r reelslar olib, ko'rib qo'yishsin, shunaqa chiroyli sotish mumkin. Va shu mahsulotlarni optimga sotishga ishlasin u reelslaringiz. Birga bir emas. Target yoqganingizda optim degan yozuv chiqsin. Sifatli tekstil optim chiqsin. Faqat aptavik roznitsalar sizga klik bossin. Oddiy klientlar emas. Optimdagi chiqazadiganlarga mashhur zo'r brend bo'ling. Uning uchun storieslaringiz, reelslaringiz olib boravering. No, men oddiy ishlayman. Kamida 10 ta sotib olish kerak. Kamida 10 ta sotib olsa, keyin ishlayman degan o'zingizga nastroy qo'ying. Men hozir Dubayga kurs qilgani ketyapman. Sizlar bitqazib, u yerda meni kursim kamida 10 ming dollar bo'ladi. Meni u yerda kursim kamida millionerlar uchun bo'ladi. Bo'ldi, men kichkina o'yindan charchadim mana. Men vaqtimni sarflayman, har soatimni sarflayman, lekin normalniy millioni bor insonlar bilan ishlayman.
kursim vaqtim shunaqa qimmat, kamida $10,000 kurs bo'ladi. Shunaqa o'yda ishlash kerak odam. Chunki bizda 30dan oshdik, уже 40-50 gacha hamma pulni qilib olish kerak, keyin pensiyaga chiqish kerak, ungacha normal yashash kerak. To'g'ri. Optimda sizni tajribangiz bo'lmaganda men sizga kiring demas edim. Siz Optimda o'sha tajribangiz bor. Prosta yana Optimni ko'proq sotish uchun hozir o'zingizni ishlab ko'rdingiz. Xo'p. Savolingizni javob oldingizmi? Oldim. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.